work and travelga ruxsat berishlarini talab qilib chiqib olishgan odamman. Work and travel haqida gapirishga qo'rqardik. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan naql bor. Bu dunyoqarashni oshirish, o'zingga bo'lgan ishonchni bitta urovingga ko'tarish. Bo'ron keladi. O'sha bo'ronlarga chidab berish uchun hozirdan bolani chiniqtirish kerak. Bo'layotgan joyizdagi HR bilan intervyu bo'lmayapti. Bu qay darajada ishonchli? Ham pul olib keldi, ham qop duh olib keldi. Fakt, ketayotgan joyingiz qayer, HRingiz kim bilan bog'lanasiz, qayerda ishlaysiz, necha pul oylik olasiz va u yerda sizni medstraxovkangiz bormi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar Ibrohimjon aka? Bugun bizni taklifimizni rad qilib kelgan uchun katta rahmat. Ibrohim Xurramov, IDU University direktorlari va tadbirkorlar, ular bizlarning taklifimiz yo'q demak kelganlarga avvalambor rahmat aytmoqchimiz. Men Jasurbek Hakimov, shu tadbirkorlik yo'nalishida anchadan beri faoliyat yurgizaman. Bir qancha aytaylik proyektlarning rahbari va uchritelli hisobida yuramiz. Hozirgi bugungi temamiz asosan juda ham hozirda trendda va global muammo bo'layotgan yoki global tushunishga hamma urinayotgan temalardan bittasi, ya'ni mavzulardan bittasi bu work and travel temasi. Ibrohimjon aka, mana direktor sifatida sizni fikrlaringizni, sizni aytaylik o'sha tajribalaringizni, bu work and travel umuman tushunchasi o'zi qayerdan kelgan, qanaqa bo'lgan va sizni bu work and travel programmasi uchun aytaylik fikrlaringiz, shu masala bo'yicha biz sizni bugungi suhbatimizga chaqirganmiz. Avvalambor shu work and travel o'zi nima? Bu sizni, ya'ni universitet direktori sifatida sizni qarashlaringiz qanday bu programma bo'yicha? Shu haqida qisqacha bir informatsiya bersangiz, rahmat. Hozir oq chehra bilan sizni ishchingiz bilan borib har bitta darsxonaga kirib bolalarga yana targ'ibot ishlari olib kelyapman hozir. Va bolalarga aytgan narsamni aytaman sizga ham. Men work and travelni tarixini bilmayman. Endi может o'zingiz yoritib berasiz. Menga esimda bor, Westminster paytida work and travel boshlanganida rahbariyat, ma'muriyat qarshi edi. Universitetda qarshi bo'lardi. Men talabalarning ittifoqini rahbari edim va talabalar nomidan work and travelga ruxsat berishlarini talab qilib chiqib, ular bilan rosa olishgan odamman. Shu jumladan hozir bizning universitetimiz rektori bo'lgan Alan Frans bilan ham o'shanda urushganman. O'shanda rosa yoqalashganmiz. Work and travelga ruxsat berishlarini xohlaganman. Nimagaki yosh bolada musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan bir naql bor xalqimizda. Bu bejiz emas. Rostdan ham chet elga borganingizda dadajon, oyijon yo'q. O'qituvchi yo'q. Hech kim yo'q atrofingizda. Bitta может o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. U ham lekin xuddi sizdaqa vaziyatda. Shunday. Na ovqati pishirilgan uni, na shimi dazmollangan, na yuvilgan, hammasiga o'zi javobgar. Shunday. Hayotini qaysi tomonga burishi o'ziga bog'liq. Va birinchi navbatda hayotda birinchi marta jiddiyroq salpal pul qo'liga tegyapti. Hamma tomonlama sinovda bu. Shunday. Ham hayotiy qiyinchiliklarni birinchi marta o'zi bo'yniga olib, mas'uliyatni bo'yniga olib, o'sha qiyinchiliklardan o'tish boshlaydi. Ham ikkinchi tomondan endi pul ishlaydi-ku. Bir tarafdan xursand bo'ladi, birinchini pulni ko'rib, ba'zilar o'zidan ketadi. Shunday. Ana shu yerda qanday qilib mana bu hayot qiyinchiliklariga dosh berish va qanday qilib pulni sizga yaratadigan har qanday yomon ishlarga bo'lgan moliklaringizga berilib ketmaslik. Mana shu challenge, mana shu vizov sizni oldingizda turadi. Mana shu vizovlarni yengib o'tgan bola odatda O'zbekistonga qaytgandan keyin ishida ham, o'qishida ham, hayotda ham ancha o'ziga uverenroq, ya'ni o'ziga ishonganroq bo'lib kelishini men ko'rdim. O'zimni kursdoshlarim ham pul olib keldi, ham qop duh olib keldi. O'sha duhni ishlatib keyin bizneslar qilishni boshlashdi. O'qishlari yaxshi bo'lib ketdi ko'pchiliknida, nimaga o'qiyotganini tushundi. O'shaning uchun hozir men shu bolalarga aytgan narsalarim, mana shu tajribamni aytib berdim. Men o'zim bora olmaganman work and travelga. Men $2,500 dadamdan yig'ilib, siqilib, iltimos qilib, yalinib
olganman, borib o'rtoqlarim bilan sayohat qilib kelganmiz. Maqsadim nima edi? Men tushunardim, universitet paytida universitetning obro'sini ketidan men Schengen viza ola olaman. Keyin universitetni bitirganimdan keyin agar Schengen vizam bo'lmasa universitet paytida men yana bir marta obro'li biron bir ishga kirib, yaxshi oylik olib, 2 yillik tariximni keyin ko'rsatib, mumkin olardim viza, mumkin olmasdim. Ya'ni mana shunaqa bir taxminli joyi bor edi. Shuning uchun men o'sha dadamdan yalinib 2,5 ming olib borib aylanib kelganman. Viza tarixim bo'lishi uchun. Bekarganmi? Yo'q. O'sha menga juda katta yordam berdi. Undan keyin menga ko'p vizalar ochildi. Va kelajakda o'qishga bordim men, ish bo'yicha bordim, biznes vizalar oldim. Hammasi o'sha birinchi marta universitet paytida olgan vizamni borib o'z vaqtida qaytib ularning ishonchiga kirganim orqali amalga oshdi. Hozir ham любой vizaga topshirsangiz, e'tibor bering, so'raydi. Yevropeyskiy vizang bormi, yo'qmi deydi. Angliya vizang bormi, yo'qmi deydi. Amerika vizang bormi, yo'qmi? Отдельно so'raydi. Agar shu vizalaringiz bo'lsa agar, katta ehtimol bilan keyingi vizani ham berishadi. Boshqa davlatga. Shuni bolalarga endi aytib keldim. Men work and travel'da ko'rgan asosiy foydali tomonlari shu. Ya'ni birinchidan tajriba, bola o'zini o'zi sinaydi, birinchi pul oladi. Pulni ketidan duh keladi. Undan keyin chet elni tajribasi keladi. Undan keyin viza tarixi keladi. Mana shu hamma imkoniyatlarni aynan work and travel beradi. Allohga shukr, hozirgi zamonda work and travel ga yo'l ochilib berilyapti. Даже work and travel ga davlatimiz kreditlar berishni boshlagan. Subsidiyalar berishga unaqa bo'lmasdi. Bizlar paytda urushardi. Borsang qaytmaysan san deb vatan xoiniga chiqardi-da odamlar. Hozir vatanimiz aytayapti, bor dunyoni zabt qilib qaytib kel deyapti. Mana senga imkoniyat, mana senga biletga pul, mana senga work and travelga qatnashishga subsidiya. Hamma imkoniyat ochib berilyapti. Yana bola o'ylashyapti. Boraymikin yoki o'zimni qishlog'imga qaytaymikin yozda. Qishlog'iga qaytadi nima qiladi aka? Nima qiladi? Men ham Samarqandliman. Men bir marta birinchi kursdan keyin qaytganman Samarqandga. Nima qildim? Bir hafta qo'shni qarindosh do'st birodarni ko'rdim. Xursand bo'ldim. Keyinchi? Keyin bekarchilik. 3 oy bekarchilik bilan shug'ullanganman. Shuning uchun 2-chi, 3-chi, 4-chi kursda уже men qaytmadim Samarqandga. Men dedim, yo'q, men agar bunaqa qilaversam, endi universitetga qaytsangiz yana noldan boshlaysiz o'qishni. Shunday. Yozda kalladan uchib ketadi hamma o'qiganingiz. Bo'shab qoladi. Amaliyotingiz yo'q. Esdan chiqib ketadi hamma narsa. Shuning uchun keyingi yillari men uyga umuman qaytmaganman. Borganman bir hafta ota-onamni ko'rishga, boshqa, keyin sirazu qaytib ishga, o'sha amaliyotga, endi work and travel bora olmaganman o'sha paytlar ba'zi bir sabablarga ko'ra. Hozirgi endi yoshlarga lekin hech qanaqa to'g'anoq yo'q deb o'ylayman. Ozgina ota-onasi lekin qo'rqadi. Tushunaman. Hozir qisqacha work and travel bo'yicha men o'zimni experience-larimni ham ozgina share qilaman. Xudo xolasa biz 2000 sizni izdoshingiz bo'lib, biz ham Westminsterda o'qiganmiz. Sizlardan keyin Alan France 2014-yilda bitirganmiz. Alan Francelar bilan biz ham ancha-muncha tortishganmiz. 2011-yilda birinchi marta Amerikaga borganmiz. O'sha paytda 18 yosh bo'lganman, juda ham yosh bo'lganman. Men bir do'stim bilan ketganmiz. Umuman work and travel haqiqatan siz aytganingizdek u paytda даже work and travel haqida gapirishga qo'rqardik. Proof of study derdi, o'sha haligi o'qishda o'qiyotganlik haqida ma'lumotnoma so'rasak ham o'sha academic registrardagi insonlar, shoira degan inson bo'lardi, boshqalar bo'lardi. Bor nimaga deb so'rasa ayta olmasdik. Work and travelga deb aytolmaganmiz. Yashirincha borgan. Yashirincha harakat qilganmiz. Nima uchun? Sharoit o'sha paytda shunday bo'lgan. Biz lekin sharoitdan unumli foydalanganmiz deb to'g'ridan-to'g'ri ayta olmayman. Chunki bu work and travel programmasi o'zi aslida kelib chiqishi Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha yozgi kanikul paytida boshqa davlatlardan studentlarni o'zlariga jalb qilib, chunki ularga birinchidan kerak bo'lgan yozgi paytda qisqa muddat ichida ishchilar, ya'ni turistik zonalarda yoki o'sha turizm ko'p bo'ladigan zonalarda ishchilar soni ko'p kerak bo'lgan va ular aytaylik ular bilan boshqa ishchilar bilan do'g'ir qiladigan bo'lsa, ular yillik do'g'ir qilish kerak bo'lgan. O'shaning uchun qisqa muddat
asosiy ideya mana shu yerdan kelib chiqqan deb o'ylayman, bu mening shaxsiy fikrim. Bu birinchidan, ikkinchidan studentlar bular haligi nima deydi, o'sha paytda endi hozir emas-ku, o'sha paytda arzon ishchi hisoblangan. Shuning uchun ya'ni aytaylik Amerikani o'zini aholisiga aytaylik 8,5-9 dollar soatiga to'lansa, bizga 7 dollar. Ya'ni shtatning eng minimum to'lovini to'langan. Shuning uchun bu tomonlama ham ancha biznesmenlarga ochilgan bitta yo'l bo'lgan. Uchinchidan, studentlarda hali oila yo'q, farzand yo'q, boshqa yo'q. Studentlar juda ham haligi erkin va bemalol ishlay oladigan. Tem bo'lib boshqa davlatlardan kelgan studentlar bular borni berib, haligi o'rganishlik uchun, opit olishlik uchun juda ham ko'p harakat qilganligi uchun va ularda haligi aytadiki inglizchasi sick leave deb kasallik deb turib qolib ketishliklar yoki ishdan qolib ketishliklar, ular o'sha sarflagan pulini chiqarib olishlik uchun ham iloji boricha harakat qilishlik uchun ham ochilgan programmalardan bittasi. Keyinchalik bu programmalar Yevropalarga va boshqa davlatlarga ham ochildi. Asosiy negizi shu Amerikadan va Amerika bo'yicha juda ham ko'p ishlaganmiz. Work and travel so'zi bilan aytaylik o'sha ish va sayohat. O'zi asli bu programmani terminologiyani o'zi xato deb ochilgan boshqa davlatlar uchun deb o'ylayman. Ya'ni bu work and travel programmasi bu borib ishlash emas. Siz aytganingizdek, men sizning fikrlaringizga juda ham qo'shilaman. Bu dunyoqarashni oshirish, o'zingga bo'lgan ishonchni bitta urovingga ko'tarish, ya'ni bitta yuqori darajaga yetkazish, qarorlarni to'g'ri qabul qilishlik. Siz aytgandek finans jihatdan, ya'ni birinchi, masalan, men borganimda birinchi ishlab topgan pulim bo'lgan bu. Ya'ni birinchi ishlab topgan pulimni qanaqa qilib kontrol qilishni o'sha yerda o'rganganman. Birinchi marta 1000 dollar qo'lingizda bor, nima qilishni bilmaysiz. Haftalik olardik, 412 dollarmi, esimda 412 dollaru 50 anaqa sent chiqqan. Bu pulni qanaqa qilib ishlataman? Bu qayerdan keldi? Birinchi marta xuboq aytganda o'zimning qo'limga pul tushdi va bu dadamdan kelmadi. Shuning uchun bu narsalarda o'rganish masalalari bor edi. Undan keyin biza ertadan olgan eng yaxshi optlarimizdan bittasi bu mustaqillik bo'lish. Ya'ni siz aytganingizdek, dadangizdan kelgan pulni o'ylamay xarajat qilasiz. Shunday. O'zingiz ishlab topgan pulni o'ylab joy-joyida xarajat qilasiz. Mustaqil bo'lishlikni ana shu joyda o'rganganmiz. Hamma narsa bardek. Erta hech kim oyoq kiyim, ichki kiyimda yuvib bermaydi, hech kim erta sizga qaramaydi, ovqatingizga hech kim anaqa e'tibor qilmaydi. Onangiz oldingizda emas, bolam ovqatingni yedingmi, zavtragingni qildingmi? Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Ya'ni mustaqillikka qo'yiladigan birinchi qadam bu work and travel deb o'ylayman. Yaqinda Muzaffar aka degan bir yaxshi akamiz bor. Sirdaryoda bitta konferensiyada ko'rishib qoldik. Bu yerda Abba Consulting'ning rahbarlari u bola aytibdi, manda deb aytdilar. Abba marketingmi? Abba marketing. Work and travelgacha bo'lgan hayotim bor, work and traveldan keyingi hayotim bor deyapti. Hayotim 2 yil bo'lganman deb aytayaptilar. Bu ham menga juda ham ta'sir qildi haqiqatan. Men ularning gaplaridan keyin o'zimga o'ylab ko'rdim. Menda ham shunaqa bo'lganmi? Andijondan kelgan bola bo'lganman. Westminsterga o'xshab kirganmiz. Общежитияda turamiz, lekin biz work and travelni olgan aytaylik bir umuman hamma tomonlama olgan bir bilimlarimiz deymizmi, opitlarimiz deymizmi, bu umuman boshqa darajaga yetganda. O'shaning uchun men keyingi savolga bilan sizga murojaat qilmoqchi edim. Iminni bunga qisman javob berib o'tib ketdingiz, lekin yana bir qisqacharoq qilib tushuntirib bersangiz agar, bu tajribalar, work and traveldagi tajribalar yoki work and travel kimlar uchun aynan deb hisoblaysiz? Ya'ni bu pul topish uchun borayotganlar uchunmi yoki o'sha davlatni prosta borib ko'rmoqchilar uchunmi yoki aytaylik sizda masalan universitetda siz juda ham ko'p bolalar bilan, ya'ni studentlar bilan, talabalar bilan gaplashasiz, ularning fikrlari qanday o'zi? Work and travelda siz tavsiya qilmoqchi bo'lgan yo'nalishingiz nima uchun borish kerak? Bolalar borgandan keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Qarang, o'zi bizda 4 yilgina o'qish bor universitetda. O'sha 4 yilni 3 ta nimasini yozini biza chet elda o'tkazish imkoniyatiga ega biza. O'zimizni pulga borsak, ota-onamizdan pul olib borsak, har bir oyi kamida 2-3 ming dollarga tushadi. Ya'ni jami 6 ming dollarlik tajriba bu aslida. Agar o'zimiz pulimizga borsak, agar biz work and travel qilib o'sha yerda ishlab, o'sha yerda xarajat qilsak, 1000 dollar, 2000 dollar maksimum xarajat o'zimizdan. Keyin o'shani ham yana qaytib olamiz oylik orqali-da. Bu zo'r taklif deb o'ylayman. Har qanday ota-ona xursand bo'lish kerak moliyaviy jihatdan. Endi
nima jihatini o'zingiz ham aytib berdingiz, mustaqillik jihati. Akalar, otalar, onalar, xafa bo'lmanglar, lekin hammamiz bu dunyoda o'tkinchi. O'tamiz, ketamiz. Bolalarimiz bizni belimiz baquvvatlik paytida, bizni cho'ntagimizda pul to'la paytida ko'zimizni oldida mustaqil bo'lib olsin. Work and travel bu armiyaga o'xshaydi. Sovet paytida yigit kishiga qiz berishmagan, armiyaga bormaguncha. Nimaga? To'g'ri. Borib hayotni ko'rib kelsin degan. O'sha armiyadan tirik qaytib kelsa, muvaffaqiyatli qaytib kelsa, значит bu bola yigit bo'ldi endi. Endi unga qiz bersa bo'ladi. Oilani eplaydi. Mas'uliyatni tushundu deb berishgan. Work and travel ham shu zamonani armiyasi. Shunday. Unga borib kelish, Xudo xolasa nasib bo'lsa, bolangizni mustaqil qilib beradi. Mustaqil bo'lsa, to'g'ri qoqiladi, muammo bo'ladi, xato qiladi, tushadi, yiqiladi, qon bo'ladi ana tizzalari. Lekin turib yana davom etadi hayotni, davom ettiradi ishni. Agar biron bir work and travel nimaga o'xshatamanda, men suzasiz-ku, bolangizni suvga tashlasangiz tez o'rganadi. Shunday. Yillab bunga teoriyani o'rgatsangiz bo'ladi. Qanday suzish kerak, qo'lni qayerdan olib, qayoqqa qo'yish kerak. Lekin agar shuni suvga tashlasangiz agar bola suzib ketadi. Shunday. Tezroq o'rganadi-da. Lekin bu degani emas, siz ota-ona sifatida u suvga okeanning o'rtasiga tashladingiz, ketdingiz. Bunaqa emas. Sal bunday sayozroq suvga birinchi tashlaysiz. Work and travel o'sha narsa. Sayozroq suv. Hali nima ham qirg'oq ham yaqin. Shunday. Suzib bora oladi, qirg'oqqa yeta oladi. Hali oyog'i tegyapti yerga. Lekin o'sha suvning ichida. Tushunyapsizmi? U okeanning o'rtasida qachon bo'ladi? Qachonki ota-onamiz bizni tark etsa, okeanning o'rtasiga bo'lib qolamiz. O'sha paytda o'sha sayoz suvlarda suzishni yaxshi o'rgangan bo'lsak, mustaqilligimizni o'sha mustahkamlagan bo'lsak, o'zimizni kallamizda, yuragimizda, biz okeanda ham yo'qolmaymiz-u, yaxshi suzib qirg'og'imizga topib boramiz. Shunday. Agar lekin o'sha sayoz suvda yaxshi trenirovka qilmagan bo'lsak, sayoz suvga bizlarni ota-onamiz qo'ymagan bo'lsa, cho'kadi, muammo bo'ladi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi deb qo'ymagan bo'lsa, afsuski okeanga kelganimizdan keyin cho'kib ketish ehtimolimiz juda baland. Katta bo'ladi. O'shaning uchun ota-onalarga iltimos, men masalan bugun bitta qizimiz aytdiki, men uydagilarim qo'yishmayapti boshqa. Men dedim, bo'ldi dedim, mana akalarni turk kompaniyalaringiz bor, to'g'rimi? Turk kompaniyalari sizga Schengen viza qilib beradi. Boring qizingiz bilan, boring, ko'ring, ishga joylang, qo'ying, yoqmasa qaytib olib keling o'zingiz bilan. Shunday. Agar shu darajada agar ishonmasangiz, mana shunaqa qiling. To'g'ri, tekshiring. Доверяй, но проверяй deydi. Shunday qilavering. Bu ham imkoniyati bor. Lekin ularni keyingi yili qo'yishadi, bu yil qo'yishmayapti deyapti. Nimaga desam agar hali yosh biz. Keyingi yil bir yoshga kattaroq bo'lasizlar. Unaqa ko'p o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun bu bahona. Ota-ona prosta ko'nglidan uzib qo'yib yuborgisi kelmayapti-yu, bahona qilyapti. Sal yoshing katta bo'lsa keyin qo'yaman deyapti. Keyingi yil yana biron nima bahona qiladi, yana qo'ymaydi. Maslahatim ota-onalarga qo'yinglar. Belingiz baquvvat bo'lganda, cho'ntagingizda pulingiz bo'lganda, kallangiz butun bo'lganda, bolalaringiz o'zingizni ko'zingizni oldida ulg'aysin. Shunday. Mas'uliyatni bo'yniga olsin. Vaqti keladi, bir shtorm keladi, nima deydi, bo'ron keladi. O'sha bo'ronlarga chidab berish uchun hozirdan bolani chiniqtirish kerak. Shunday. Qancha bolani tashab qo'ysangiz, endi juda tashab qo'ymang, nazar tashab turing boshqa chetroqdanda, qani nima qilyapti. Qancha tashab qo'ysangiz, shuncha mustaqil bo'ladi va kelajakda inshaalloh o'zingizni mana shu orzularingizni amalga oshiradigan, o'zining orzularini amalga oshiradigan yetuk kamol topgan inson bo'ladi. Shunday. Men shunaqa deb o'ylayman. Endi work and travelni qaysi davlatlar endi bu bo'yicha siz ayting, men bilmayman. Menga bo'lsa Yevropeyskiy Soyuzdagi любой davlat arziydi borishga. Unda topadigan pulingiz birinchi navbatda muhim narsa emas, tajribangiz. Shunday. Pulingiz shu work and travelga xarajatni qoplasa katta rahmat. Chunki boya aytib berdim sizga, agar 3 oy Yevropada o'zimiz yashasak, kamida 6 ming sarflaymiz. Yana viza berish ham yana dargumon. Shunday. Bu yerda sizga viza qilib berishyapti, yana oylik ham to'lashyapti. Agar ekonomliroq yashasangiz 2-3 ming orttirib uyga qaytarasiz. Shunday. Agar yo'q, men sayohat qilaman, uydagilarga pul shart emas desangiz, 27 ta davlat eshigini ochib turibdi. Xohlaganiga borib sayohat qiling. Shunday. Endi talabalar, o'zim talaba bo'lgan paytimda va hozirgi talabalarga bergan tavsiyam shunaqa bo'lardi. Talabalarda
maqsadlari bir qancha bo'lishi mumkin. Ya'ni kimlarga kerak o'zi work and travel deganda, birinchisi agar komfort zonangizdan chiqmoqchi bo'lsangiz, ya'ni siz aytganingizdek, ota-onangizdan ozgina yiroqroqda yashab, siz o'zim nima qila olaman degan bir savolni o'zingizga bera olgan bo'lsangiz, bu siz uchun. Ikkinchisi, til masalasi bo'yicha. Siz ingliz tilini real muhitda ko'rasiz. Ya'ni bizda baribir biz uchun ingliz tili ikkinchi yoki uchinchi tilimiz. Siz ingliz tili birinchi darajada bo'lgan davlatlarni ko'rasiz. Bu ikkinchi foydasi. Uchinchi foydasi, moliyaviy erkinlikka chiqishlikka birinchi qadam siz aytganingizdek. Ya'ni o'zingiz pul ishlaysiz, o'zingiz pul ishni qanday qilib boshqarishni o'rganasiz. Bu jihatdan ota-onalar ham bir aytaylik, bir e'tibor beradigan jihat shuki, farzandi ertaga biz bormizmi, yo'qmizmi, bu qaysi darajada ketadi? Oilasini eplay oladimi? Aka-ukasiga, opa-singliga, farzandlariga tayanch bo'la oladimi? Ya'ni moliyaviy jihatdan. Bu birinchi qadam bo'ladi. Keyin hozir mana Yevropa davlatlariga biz work and travel tavsiya qilyapmiz. Nima uchun? Bu Amerika viza bermayotganligi uchun emas. Yevropada siz aytganingizdek 27 ta davlatdan ko'proq davlat. Bu davlatlarning hammasini eshigi ochiq va har bitta davlatga work and travel programmasi tugagandan keyin borishni tavsiya qilardim. Bu borish kerak nima uchun? Sayohat uchun. Nima uchun? Har bitta davlat o'ziga yarasha. Fransiya, aytaylik, Parij hamma o'ylaydi, u nima deydi, город любви. Yo'q, lekin borib yashasangiz, ko'rsangiz, bo'lmishlar soni qancha, ko'chada kriminal soni qancha, bu haqida fikr bo'ladi. Shotlandiya, Shveysariya, Angliya, bular o'ziga yarasha har bittasi kultura. Ya'ni work and travel bu prosta borib ishlash emas, bu madaniy almashuv, ya'ni dinni, madaniyatni, an'analarni almashuvi. Bu borada bola har qanday talaba bitta уровень tepaga ko'tariladi va o'zining tengdoshlaridan bitta aytaylik qadam oldinda yuradi. Agar siz faqat pul topmoqchi bo'lsangiz, sizdan iltimos qilardim, bormang. Bormang. Chunki o'sha pulni O'zbekistonda topsa ham bo'ladi. Lekin o'zingiz ishlamoqchi bo'lsangiz, boshqa qilmoqchi bo'lsangiz, bu tavsiya sifatida biz beramiz. Endi Ibrohim aka, keyingi savolga o'tsak, til bilish shartmi? O'sha yerga borib o'rganib olsamchi, mana sizlar aytyapsizlar, bu ingliz tilida gaplashadigan davlatlar ekan. Shu yerga borib o'rganib olsamchi, borishdan avval til bilishim shartmi degan savollar ham bo'lyapti bizda. Shunga qanaqa qarab qolyapsiz? Men 11 yildan beri Yaponiyaga 4000 dan ortiq bola jo'natib bo'ldim. Yaponiyada har xil faktorlar bor. Muvaffaqiyatga erishish yo erishmasligi. Aqllini ham jo'natib ko'rdim, ahmoqni ham jo'natib ko'rdim, o'rtachasini ham jo'natib ko'rdim. Mehnatkash, yalqov, ko'cha bola, har xil bolani jo'natib ko'rdim. Faktorlarni o'zimcha endi ichimda bir o'lchayapman-da. Qaysi faktor eng muhim ekan muvaffaqiyat uchun? Bitta faktor ekan. Til bilish yo bilmaslik. Til bilgan bola adaptatsiya tez qiladi. Eng arzon magazinlarni birinchi biladi. Eng to'g'ri ishlashni birinchi kira oladi o'sha ishga. Til biladi-yu. Ya'ni til bu kalit. O'sha davlatning kaliti. Kalitsiz yopiq eshikni oldida xor bo'lishni xohlamasa, tilni o'rganib borish kerak. Eng kamida o'sha ingliz tili. Bu chunki Yevropada yagona hamma tushunadigan til. Shunday. Undan tashqari har bitta davlatning o'zining tili bor, lekin deyarli yevropeylar ko'pi o'sha ingliz tilini yaxshi tushunadi. O'shanda gaplasha oladi va work and travelning bo'limi hamma joyda tili ingliz tili. Endi o'sha ingliz tilini ikki tomonlama narsa bor menda. Men birinchi marta Amerikaga 12 yoshimda borganman. Ingliz tilim ABVga bo'lgan. O'sha ingliz tilini bilganman. Mana bong degan kitobimiz bor, o'qiganman. No, tilim zo'r chiqmagan hali. Hali qilib yotibman-da, ABVga de hali. Lekin shunday Amerikaga bordim, bir haftadan keyin sayrash boshladim. Undan oldin bunaqa bo'lmagan. Ya'ni agar sizda til gaplashish praktikasi kam bo'lgan, lekin 2-3 yildan beri o'rganyapsiz tilni, qaysidir darajaga grammatikasini yetkazib bo'lgansiz bo'lsa, work and travel zo'r imkoniyat tilingiz ochilishi uchun. Shunday. Lekin agar 0 bilan borib, bir gap bo'laveradi degan gap bor-ku, bir gap bo'laveradi, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi degan bir ilojini qilaveramiz degan tushuncha bilan borsa xor bo'ladi. Shunday. Kriminalga kiradi, narusheniya qiladi, viza boshqa olmaydi, Yevropa uning uchun butun umrga yopiladi. Oddiy.
O'shaning uchun men sizlarga ham shu iltimosim, mana shu universitetdan bola olyapsizlar, suhbat qilib, eng o'sha tili yo ola oladiganini, kerak bo'lsa vizasi qo'lida pullarni to'lagan, bilet olgan, ingliz tilisi yaxshi bo'lmasa qo'ymang o'shani. Shunday. Bittasidan keching. Keyingi muammolardan asraysiz o'zingizni. Потому что til bilmagan odam sizga ham foyda keltirmaydi, o'ziga ham foyda keltirmaydi. Bu savolni berishimning asosiy maqsadim shunda bo'ldiki, bizda bunaqa kandidatlar soni juda ham kundan kunga ko'payyapti-da. Ba'zi paytda ota-onalari keladi. Jasurbek, uka xizmatdamiz, jo'nating. Yaxshi aka, jo'natamiz. Hech bo'lmasa til bilishga tayyorgarlik qiling. Siz hali farzandingiz tilni ham bilmaydi. Bu til, bu tayyorgarlik. O'sha katta hayotga yoki o'sha yerdagi hayotga tayyorgarlik. Bordi. Endi Alloh ko'rsatmasin, ko'chada qolib ketdi. Nima qiladi? Kim yordam beradi? Kofe so'rashni bilmasa, choy so'rashni bilmasa, ovqat so'rashni bilmasa yoki borgandan keyin men aytaman-da, biz bilan ham borgan bolalarning ichida til bilmaganlari bor edi. Ularda bitta yaxshi bo'lgan holati, u holatda biz oldida bo'lganmiz-da. Eng yomon ishlarni bilmagansiz. Shunday. Tushunamsiz? Mana shu eng opasnisi. Men Yaponiyaga asosan aytaman, nimaga til kerak? Agar sen til bilmasang, kimdir seni ustingdan pul qiladi. Eng bu yomon emas, bu yaxshisi shunaqa. Biron bir kriminalga tiqib yuborsangiz sizni. O'zingiz bilmagan holda tiqilib ketsangiz-chi. Tilni bilmaysiz-ku. Shunday. U ustingizdan nima qilyapti bilmaysiz. Shuning uchun endi uzr sizni bo'lib yubordim, fikringiz bo'lsa. Yo'q. Biz bilan borgan bolalarning ichida ham shunday bolalar bor edi. Intervyuga o'zimiz olib borganmiz, intervyudan o'zimiz o'tkazib berganmiz. Borib, lekin ular ishlayotgan aytaylik pozitsiya bilan biz ishlayotgan pozitsiya farqi bor edi. Men do'konda rahbarlik qilgan bir paytda u bolalar bir magazinda bir chekkasida kechqurun yuk kelardi, u yuklarni olib chiqib yuk tashuvchi. Olib chiqib o'sha do'kondagi har bitta polkalarga terib chiqardi. Shunaqa. Ya'ni til bilishlik darajasi sizning pozitsiyasiz, sizni ertaga karyeraning rostingiz, ertaga o'zi haq-huquqingizni talab qilib olishligingiz. Va bu o'sha davr uchun, ya'ni talabalarni work and travel'dagi davri uchun stressni yechadigan bir haligi kalit desa ham bo'ladi. Tilingiz bo'lmadi, bu stress 3-4 marta boradi, oshadi. Masalan, bir safarimda o'zimda ham shunday bo'ldi. Bordim, metroga kirishim kerak, so'rayapman-da. Vaholanki men borgan davlatdagi insonlar ingliz tilini tushunmaydi va men ularning tilini tushunmayman. Yaxshi, hozir endi Google Translate'lar shunga o'xshaganlar bor. So'rayapman, oddiy metro karta olishligim uchun menda примерно 20-25 minut vaqt ketdi-da va o'sha oralig'ida menda bir kunimni stressi уже paydo bo'ldi-da. Ya'ni shu darajada ham biz shu qiyinchilikni olyapmiz. Talaba uchun 18 aytaylik 23 yoshli bola uchun puli kam juda ham katta stressda bu narsa. Shuning uchun tilni bilish kerak, bazaviy bo'lish kerak. Bu savolni ko'targanimdan sababi ham imенно mana bizda hozir Moqshehra, Mahliyo, bu yerda Kamoliddin degan xodimlarimiz bor. Bular ingliz tilini avval bu yerda tekshirib oladi. U ingliz tilini tekshirib olgandan keyin bizada intervyu qilamiz. Aynan u yoqdagi borib ishlab o'sha yerdagi yashaydigan insonlar bilan, HRlar bilan intervyu qo'yamiz. Bu ikkita filtratsiyadan o'tadi. Ikkita filtrdan o'tmasa, bu bola hech qanaqasiga biz yo'l qo'ymaymiz. Даже boshqa siz aytgandek, bu narsani aytaylik o'sha $1 million bersa ham to'xtatamiz bu narsani. Barakasi bo'lmaydi. Keyingi masala, bu savolga o'zi javob berdik, lekin juda ko'p aytishliklardan kelayotgan savollardan men aytishlikman deydi. Men borib nimaga rezortda deydi, work and travel'da borib rezortda ishlashim kerak. Ofitsiantlik qilishim kerak yoki reseptionda ishlashim kerak dedi. Bu savolga nima deb javob bergan bo'larsiz, Ibrohim aka? Bu qiziq, men uchun qiziqsiz-da. Bizda IT universitet, asosan biz biznes talabalar bilan IT talabalarni yetishtiramiz. Endi to'g'ri, biznesga bu вообще zo'r foyda. ITga to'g'ridan-to'g'ri foydasi yo'q. Lekin kosveniy deydi, o'zbekchasiga nima bo'ladi? Опосредственный tarjimasini kalimaga keltira olmayapman. Bilvosita. Bilvosita foydasi juda ko'p deb o'ylayman. IT bu nima bu? IT bu molotok. Molotok instrument, to'g'rimi? U bir mix qoqsa bo'ladi, odamning kallasini urib abjag'ini chiqarsa bo'ladi yoki biron bir ishni yechsa bo'ladi, muammoni yechsa bo'ladi. U instrument, qurilish instrumenti. IT ham shunaqa instrument. Ya'ni IT nimani yechadi? IT hayot, biznes muammolarini, hayot muammolarini, ijtimoiy muammolarni yechishga yo'naltirilgan o'sha molotok.
Shunday. Endi agar siz molotokingiz bo'lsa-yu, mixingiz bo'lmasa-chi, qayerga uni ishlatishni bilmasangiz-chi, qayerga kerak o'sha molotok? Qaysi muammoni yechish kerak? Bilmaysiz. O'zbekistonda muammolar ko'p. Bu muammolarni ko'pini yechsangiz pul hech kim sizga bermaydi. Shunday. Masalan, yaqinda bitta talabamiz QR kodli o'sha restoranda oplata qiladigan servis o'ylab topib, borib 5-6 ta restoranga sotdi, rosa qiynaldi sotishga. Birinchidan pul bergisi kelmaydi hech kim. Shunday. Bozor kichkina, odamlarda pul kam, raqobat ham yo'q deyarli. IT da uncha katta emas raqobatimizda. Bu kerak emas deb o'ylashadi. Tushunyapsizmi? O'sha raqobat kichkina-ku hozir. Restoranlar kam, odamlar kam baribir ovqatlanadi ko'chada-da. 1-2 minut tezroq zakaz olishingizni ta'minlashga harakat ham qilmaydi. Tushunyapsizmi? Farqi yo'q. Ochlikda kutavering. Chunki boshqa restoran yo'q atrofida deydi. Shunday. Konkurensiya yo'q-da. O'shaning uchun u becharadan QR kodi nimaga kerak? Stolikka borib o'tirasiz, joyda zakaz qilasiz, zakazingiz tayyor bo'lsa-ki borib olib kelasiz. Ya'ni ochirda kutib zakaz berish kerak emas. O'sha muammoni yechyapti. O'zbekistonda bu muammoni hech kimga kerak emas ekan hech. Shunday ham yaxshi ketyapti ekan. Ruminiyada deylik, o'sha Germaniyada, Fransiyada, u yerda vaqtning qadri baland. Shunday. Ana shu QR kodi bu yerda ishlaydi. Bu yerda ishlamadi. Tushunyapsizmi? U bola Ruminiyani ko'rmagan bo'lsa, u yoqqa biror marta viza olmagan bo'lsa, yo'q Fransiyani borib ko'rmagan bo'lsa, qayerdan biladi u yerda nima muammolar bor? U yerdagi muammolarni bu hozirgi O'zbekistondagi kallasi bilan yecha oladi, qurbi yetadi, lekin muammoni bilmaydi hali. Shundoq. Borib to'qnashish kerak muammo bilan. To'qnashgandan keyin biladi muammo nimaligini. Va u yerdagi muammolarni yechsa, u bozor biznikidan 10 barobar qimmatroq. Pul ko'proq. U yerda odamlar tayyor sotib olishga. U yerga pul berishga tayyor. Nimaga masalan O'zbekistonda Windowsni hammamiz piratskisini o'rnatamiz. Bepulini. To'g'ri, internetdan skachat qilamiz, haq qilamiz, o'shani o'rnatamiz. O'zbekistonda chunki pul kam. Agar pulimiz ko'p bo'lganda, yevropeylar o'ylab ham o'tirmaydi bu narsani. Shuni kompyuter magazindan o'sha Windowsli keladi. Oyiga 10 dollar, yiliga 10 dollar to'lash ular muammo emas. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bozorda pul ko'p. Ularga piratskiy Windowsni o'rnatib muammo qilib yurgandan ko'ra o'sha 10 dollarni bergani yaxshi yili. Tushunyapsizmi? Yo 30 dollar. Bilmayman qancha Windows turadi, chunki men ham piratskiy ishladim. Bu video tarqalib ketmasa. Yo'q, men Windows ishlatmayman, men MacBooklarga o'tganman, u yerda piratskiy iloji yo'q. Endi lekin mana shunaqa, realni shunaqa. O'shaning uchun do'stlar, sizlar Yevropaga boryapsizlar, to'g'ri, ofitsiant bo'lib ishlashingiz mumkin, lekin ofitsiantlarda IT yecha oladigan muammolar yo'q deb o'ylaysizmi? Restoranlarda yo'qmi? Gostinitsalarda yo'qmi muammolar? Siz yechib bera oladigan. Tushunyapsizmi? Yoki plajda yo'qmi muammolar? Может, plajni qancha odam ko'p kamligini bilish kerak xalq. Shunga app kerak qanaqadir. Sputnikdan suv sathi, suv tozami, yo'qmi, balandmi, pastmi? Masalan, yaqinda Baliga bordim. Balida shunaqa paytiga boribmanki, suv past ekan, chalchiq kelgan. Bo'lmasa plaj idealniy, zo'r plaj, suv просто ketib qolgan. Shu paytiga borganman. Tushunyapsizmi? Men bilmayman qaysi paytda valna tepaga keladi. Shunga bitta menga app kerak edi. Bizani bolalar Baliga borib work and travel qilmaganda bilmaydi muammo borligini. Agar bilganida может bitta app qilardi, butun dunyo odamlari uni skachat qilib, hamma dunyodagi plajlarda qaysi payt suv zo'rligini bilsa, o'shanga qarab keyin travel produktlarni sotib olardi. Masalan, qayerga sayohat qilishni men rosa ChatGPT bilan isladit qilaman. Plajda qanaqa nima temperatura, yomg'ir qachon bo'ladi, nima qachon bo'ladi. Men idealni plajni tanlagim keladi sayohatim uchun. Lekin bitta zo'r app yo'q. Shuni menga tanlab beradigan. Shuni plajni tanlab bergandan keyin nimani yana unga qo'shsa bo'ladi? Gostinitsani qo'shsa bo'ladi. Unga samolyotni qo'shsa bo'ladi. Unga taksini qo'shsa bo'ladi. Unday qarasangiz agar plaj atrofida, plajdagi suvni sifatini nazorat qilish atrofida qurilgan ekosistema bo'ladi. Bo'ldi, mana sizga va buni biz bolalarni bemalol qila oladi hozirgi holatda. Любой bola qila oladi. Любой bola qila oladi. Bizani hozir bitiruvchilarimiz hammasini qila oladi. Salohiyat jihatdan ancha avval. Lekin ana shu plajga bormaguncha bilmaydi bu muammo borligini. Tushunyapsizmi? Qo'shimcha ravishda aytmoqchi edim, endi bu faqat IT sferasidagi talabalar emas, har qaysi sohadagi bolalar uchun aytmoqchi edim. Hozirgi kundagi sun'iy intellekt ham, aytaylik, boshqa bir aytaylik o'quv kurslari ham
o'rgata olmaydigan eng zo'r narsa bu soft skills. Soft skillsni erta o'rganish juda ham yaxshi. Muomala madaniyati, matonatli bo'lishlik, qaror qabul qila olishlik, mustaqil bo'lishlik o'sha aytganimizdek. Va aytaylik, eng bu yerda hozir zo'r narsa siz aytganingizdek, QR kodni yaratdi, bordi, lekin u narsa kerak emas. Nimaga? Biz kerakliligini sota olmagandirmiz balki. Aytishlik bo'lib, u bola sota olmagandir. Ya'ni bu soft skills, ya'ni sotuv skillsni ana shu joyda o'rganib keladi. U sotuv skills qayerdan keladi? U borib bola o'zini sotadi. Ya'ni meni urovenim mana bu. Ha, meni urovenim mana bu. Ingliz tilidan men mana bu urovendaman. Qo'limdan bu ishlar keladi. Zo'r. Bu birinchi marta borib kelgandan keyin bu boladagi sotuv o'sha aytaylik, men o'zimda shunaqa bo'lgan. Sotuv sohasida ishlaganimda ana shu sotuv bilimlarim bilan haligacha mana distributsiya sohasidaman va u juda ham menda zo'r ishlab kelyapti-da hozirgacha. U paytdagi olgan bilimlarimni haligacha ishlatyapman. Ya'ni men 3 yil work and travel programmasiga borgan bo'lsam, 3 ta qadam oldinga yurib kelganman va men o'zimni va meni produktimni qanaqa sotib olishimni bilaman. IT sohasidagi bolalarda ham hozir siz aytganingizdek malotok bor. U malotok va mixni kimga sotishni bilmayapmiz. Bilmayapti-da. Qanaqa sotishni bilmayapmiz. Uning uchun birinchidan siz aytganingizdek borish kerak, o'sha bozorni ko'rish kerak, o'sha marketni ko'rish kerak. Ikkinchidan o'sha narsani o'sha marketda sota olish kerak. Oddiy. Hozir yaqinda mumkin degan bir proyekt o'tardik, IT proyekt. Shu bo'yicha pitchga bordik-da. Pitch qilyapmiz investorlarga, boshqalarga. Ana shu joyda pitch qilgani kelgan odamlar bor, bolalar bor. Ko'rsangiz, yaratgan narsasi unikal, haqiqatan. Investor bo'lsam, men ham tikardim deyapman-da. Shunga tikkan, lekin o'zim IT proyektim bor, o'zimga tikkanman deyapman-da hozir. Lekin bolalarda sotuv qobiliyati, ya'ni pitch qilish qobiliyati, o'sha imенно soft skillslar hali rivojlanmagan. Chunki yosh. Men aytaman-da, shu bolani work and travelga jo'natish kerak ekan dedim. Vizitkamni berdimda, iltimos mana shu Mahliyo degan qizimiz bor, shu bolani bog'laning deb keldim keyin. Shu, ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam har qanday har qaysi sferadagi, har qaysi yo'nalishdagi talaba bo'ladimi, eng katta aytaylik o'sha oladigan narsalardan bittasi bu soft skills. Va buni olishni xohlagan bolalar borsin work and travelga. Yana qaytaramiz, hali pul ishlash uchun emas. Pul ishlash uchun men ko'p pul ishlashni foydalanaman-da, даже universitetga jalb qilayotganimda soqqani bosinglar degan lozing ostida nima qilaman. Pul zo'r indikator. Shunday. Pul maqsad emas, indikator. Qanchalik muvaffaqiyatlisiz ishlagan pulingizdan bilsa bo'ladi. Qanchalik dunyoga foyda keltiryapsiz, shu pulingizdan bilsa bo'ladi. Shunday. Agar pulingiz kam bo'lsa, значит dunyoga foyda keltirmayapsiz yoki foyda keltirish bilmayapsiz qanaqa qilishni-da. O'shaning uchun pulni bolalarga pulni tushuntirish osonroq. Elementarni men aytaman, men Yaponiyaga ketasan, $10,000 xarajat qilasan, $2,000 oyliging, deylik qanchada oqlaysan? 5 oyda. Yo'q, 5 oyda emas, 1,5 yilda oqlaysan. To'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. Davay, oson sotishda. Shunday. Lekin Yaponiyani masalan men tarbiyasini ko'proq baholayman. Hozir endi mana bu bolalar endi work and travel Yevropaga ketyapti. Yevropa ham sivilizatsiyani bir g'arbiy sivilizatsiyani markazi. Shunday. Aslida. Yangi bilimlar u yerda tug'iladi. Yangi madaniyatlar tug'iladi. Qancha millat elatdan odamlar bor, yashaydi. Qanchasi mehmon bo'lib keladi. Ana mehmonxonalarga jo'natyapsiz, to'g'rimi? 5 yulduzli mehmonxonaga borib bolalar dengiz bo'yida turistdek yashaydi. Bunga endi pul to'lashadi ular. Menga bo'lsa bunaqa imkoniyat men to'g'ri ishlatardim. Endi ana bolalar yana boshqa bolalar ham keladi ishlashga, to'g'rimi? Dunyoning har xil chekkasidan. Habashni birinchi marta ko'radimi? Shunday. Slavenlarni birinchi marta ko'radimi? Turklarni birinchi marta ko'radi. Har xil millatni ko'radi. Ular bilan muomala qilish kerak. Ularni xafa qilmay qo'yish, ya'ni qilib qo'ymaslik kerak. Uni bilish kerak ham. Xristian bo'lsa, qanaqa unga munosabat qilish kerak, musulmon bo'lsa qanaqa, tam deylik yevrey bo'lsa boshqa munosabat. Har xil millat elatlar din namoyandalari bilan ishlashni, gaplashishni, muomala qilishni o'rgangandan keyin O'zbekistonga kelib, xohlagan investoringizni oldida duh bilan o'sha gapini sota oladi, yurg'iza oladi-da. Diplomat bo'lib keladi-da. Diplomat bo'lib keladi, diplomat bo'lib keladi. Diplomatiyada o'qish kerak emas, 1 yil work and travel borib kelish kerak. O'sha yerda diplomat bo'lib keladi odamda. Noiloj. Chunki agar kelishmasa agar ishi o'xshamaydi.
oylik topa olmaydi, to'g'rimi? Yoki Shunday. uydan haydab yuborishadi. Yoki narsasini yuvib olmaydi masalanda. Hamma joyda kelishish kerak bo'ladi. O'sha kelishni san'atini o'rganib keladi. Boshqa iloji yo'q. Shunaqa. Mana Ibrohim aka ko'p aytdingiz, Yaponiyaga 4000 tadan oshiq talabalarni yubordik deb. Shu yuborgan talabalarni ketishdan avvalgi aytaylik kutubi deydi-ku, expectation inglizcha aytganda, qanday bo'lgan-u, borgandan keyin ya'ni reality qanaqa bo'lgan? Shu masala bo'yicha biz ozgina Yaponiya bilan tajribasini Yaponiyada ham, work and travelda, Yevropada ham siz xabaringiz yo'q, lekin daraxtlar o'sadi. Uylarda pul o'sadi. Bu bolalar o'sha pulni terish uchun ketyapti deydi. U daraxtni bunday siltasangizga pul taq tushadi. Shunday qop qilib keyin uyga jo'natish kerak. Deyarli hammani qiziqishi o'sha pul. To'g'ri. Aybim bor. Pulga qiziqtirib bolalarni birinchi o'sha yapon tili o'rganishga ularni molikligini oshiraman. Pul yordamida. Yaponiyaga borasanmiz ham yo'q deydi. Koreyaga borasan ha deydi. Yaponiyaga borsang $7 soatiga ish bor deyman. Qiziqmi desam, ha endi qiziq. Nima qilish kerak? 10 chapni o'rgansang bo'ldi. Mana tilga boshlandi. Bir oyda o'rganasan. Keyin $10 ish bor deyman. Unga nima qilish kerak? Yana bir oy o'qish kerak. Endi mana bir oy o'qidi-yu, qiyin emas ekan u. Yana o'qiydi. Asta bunday qarasangizga o'sha N4, N5 darajaga yetib oladi. Bu degani IELTS где-то 4. Bu o'sha ingliz tilini biladi degan. Yomon, lekin biladi. Bu ham yapon tilini biladi. Pul bilan qiziqtirib o'rgataman bolalarni. Lekin Yaponiyaga borganidan keyin men aytaman, iltimos deyman, bir tiyin olib kelmasang ham roziman. O'sha yerdan tarbiyani olib kel, tajribani olib kel, do'st orttirib olib kel O'zbekistonga, kompaniyalarda ishla, kompaniyalarni olib kel O'zbekistonga. Birgalikda investor bo'lib, bitta bolani aytib beraman sizga, bitta bola Yaponiyaga shu yapon tilini o'rgangan, boshqa pul ishlay olmagan. Не повезло. Pul вообще ishlay olmagan. Men hatto 100 ming olib kelganman, u вообще olib kelmagan eshitdim. Lekin yapon tilini kuchaytirib olib kelgan. O'zbekistonga kelib bitta firma qildi, u firma неудачный bo'ldi. Lekin shu firmani ketidan bitta yapon kelib, uni yaxshi ko'rib qolib, birga ishlab, hozir $150 million investitsiyani u boshqaruvchisi O'zbekistonda. Tasavvur qiling. $150 million kelyapti Yaponiyadan, yapon tilini ketidan. Yaponiyadan pul ham olib kelmagan u aka. Tushunasizmi? No, zato mana shu yapon tilisi shuncha foyda berdi. Bu bolalarga ham Xudo xolasa nasib bo'lsa, o'sha chetga ketyapti. Может gastinisaning egasi bilan tanishadi. Может gastinisaning egasi O'zbekistonda ham gastinisaga qilgisi kelib qoladi. Bilmaymiz biz. Shunday. O'shaning uchun o'sha tomonlariga ko'proq e'tibor berish kerak. O'zi tadbirkor bilan oddiy odamning farqi, oddiy odam faqat pul ishlashga qiziqadi. Tadbirkor odatda pul ishlashga qiziqadi, lekin puldan ko'ra ko'proq keyingi eshikni ochishga qiziqadi. Shunday. Imkon qadar tadbirkor shunaqa tanlaydiki eshiklarni, keyingi eshik undan ham ko'proq eshiklarni ochsin. Keyingi eshik undan ham ko'proq eshiklarni ochsin. Masalan, men hozir bolalarga viza olinglar, shu Ruminiyaga ketinglar deyapman, nimaga? Viza istoriyasi paydo bo'lsin. Viza bir marta oldimi, endi boshqa tomonlarga ham vizalari ochiladi, to'g'rimi? Eshiklar ochilyapti. Bu eshiklarni qaysi birini ochish kerak? Keyingi ko'p eshikni ochadigan. Mana shunday qilib yo'lini ochib ketaveradi tadbirkor. Odatda tadbirkor qachon kapitalizatsiya qiladi, ya'ni soqqani bosadi. Где-то 40 dan keyin. 40 gacha u fundament yasaydi. Kelajak imperiyasini fundamentini yasaydi. Soqqa keltiradigan bir nechta yo'nalishlar qilib qo'yadi. 40 dan buyog'iga keyin ular pul yeyishni to'xtatib, pul keltirishni boshlaydi. Shunday. Mana shu yondoshuv endi hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi, lekin meni fikrimcha tadbirkorlik bu tug'ma talant emas. Bu mana shu asta-asta o'zini o'zi qo'rquvlarini yengishni oqibati. Ya'ni boshida siz kichkina qo'rquvni yengasiz, keyin kattaroq qo'rquvni, keyin kattaroq bunday qarasangiz tadbirkorsiz. Chunki ideyalar kelyapti. Endi o'sha ideyalarni bajarish uchun ham tajribangiz bor, ham pulingiz bor, ham tanish bilishingiz bor, ham qo'rqmayapsiz. Shunday. Meni fikrimcha tadbirkorlik toza o'rganib bo'ladigan narsa. Sizni aytgan gaplaringizni bir conclusion qiladigan bo'lsak, borishdan avval tayyor bo'ling qiyinchilikka. Borishdan avval tayyor bo'ling har qanday holatga.
ya'ni borishdan avval o'sha davlatni o'rganing. Yaponiyami Yaponiya, Конечно. Ruminiyami Ruminiya, Germaniyami Germaniya. Xalqini, Iloji bo'lsa bir ozgina tilni ham odatlari, tilini, bu aniq endi. Bu til bilmasdan bo'lmaslik juda bir xato bo'ladi. Endi ingliz tilidan tashqari boshqa tillar demoqchisiz. O'zini ham tilini ozgina o'rgansa arzon. Ya'ni nima to'g'ri, nima noto'g'ri, qaysi harakatlar qilish mumkin, qaysi harakatlar qilish mumkin emas. Ya'ni ozgina bo'lsa ham o'sha davlat haqida qisqacha informatsiya olib, keyin ketgan bu ma'qulroq hisoblanadi. Shunaqa. Endi Ruminiya deyapmiz, Germaniya deyapmiz, Yevropa davlatlari deyapmiz. Bu haqida o'zi ko'p, masalan aytaylik, stereotip deydi-ku. Shunaqa narsalar bor. Masalan aytaylik, Ruminiya bo'yicha aytadigan bo'lsak, Ruminiya o'zi bizdan ham qashshoq davlat-ku. Nima qilaman aytga bor, nima o'rganaman. Men shunaqa deb o'ylardim. Siz work and travel taklif qilganingizni shunday. Masalan, shu qatori boshqa davlatlar ham bor. Malayziyani aytamizmi, boshqa davlatlarni. Ya'ni biz boradigan davlatni solishtirishligimiz, ya'ni talaba uchun solishtirishlik qay darajada to'g'ri deb o'ylaysiz yoki qay darajada noto'g'ri deb o'ylaysiz? Meni fikrimcha har qanday davlatda, shu jumladan masalan deylik o'sha Malayziyada masalan, bilaman kambag'allar, qashshoqlar bor. Indoneziyada ham shunaqa. Lekin o'sha Indoneziyada Baliga mana borganimda xalqaro Shvetsariyadan qizlar kelib bitta gostinitsada ishlashyapti. Masalan, Shvetsariya dunyodagi eng boy davlatlardan biri. Xalqi juda boy. Shunday. O'shanga qaramasdan kelib mana shu Balida $3000 ishlayapti. Nimaga desam, aytayapti, prosta menga nima havosi yoqadi, nimasi yoqadi, mana shu yerda ishlagim kelyapti, maza qilib ishlayapman. Ya'ni men ham oldin o'ylardim, Ruminiyadagi davlatlarda yaxshi pul topsa bo'lmasa kerak debdi. Lekin mana shu shvetsarskiy qizni ko'rib, Balida bilasizmi, oylik qancha? $200. Shunaqa? Ya'ni xalqi $200 ga ishlaydi. Lekin shvetsariyец kelyapti, bu yerda bitta narsani qo'llatyapti, shuning uchun 3000 olyapti. Shu jumladan, значит, bizlarning ham o'sha work and travelga ketayotgan bolalarimiz biron nimani qo'llatishini kutishyapti bizdan. O'sha ish beruvchilarda, скорее всего, bolalarimiz ingliz tilini может qotiradi, может быть, servisni qotiradi yoki yana biron bir talanti bor. Bularga kerak. Bo'lmasa ularga nima kerak? Ya'ni o'zini xalqidan olib qo'yaveradi o'sha ishchini-da. Meni fikrimcha qanaqadir foydali tomoni bor. Endi men o'tgan yili bolalar jo'natgan deganingizga, men sizlarga ham, например, o'sha tajribalaringiz borligi uchun ishonib sizlar bilan ishlayapmiz-da. O'sha qanaqadir biz olib kirishimiz mumkin bo'lgan bir narsalar bor ularda. Bekarga ular pul to'lamaydi. Yevropeylar juda aqlli. Yevropani endi umumiy nimasi, masalan, Ruminiya ham Yevropeyskiy Soyuzga kirish uchun, Yevropa ittifoqiga kirish uchun talablarga javob bergan qanaqadir. O'sha minimalni oylik talabi bo'ladimi, minimalni xavfsizlik, qonun ustuvorligi talablari, o'sha talablarga javob bergan. Lekin ularni endi reklamada, kinolarda ko'rmaganmiz. Ruminiyadan ko'p kino olinmaydi, to'g'ri? Parijda ko'p kino olinadi. Londonda ko'p kino olinadi. Shuning uchun London, Parijni bilamiz, Gollywoodni bilamiz, lekin Ruminiyani bilmaymiz. Endi mana talabalarimiz borib o'sha yerda bir video nimalar qilib kelsa, xudo xolasa uni orqasidan borib biz ham bir xabar olib kelsak, keyin bilamiz Ruminiya qandayligini. Shunaqa. Hozircha Ruminiya haqidagi tushunchamiz sizni aytib berganingizdan. Ruminiya bo'yicha nima uchun aynan Ruminiya degan savolga javob berib ketaman. Ruminiyaga birinchi marta men o'zim ham borganimda uchishimdan avval YouTube boshqa kanallar qidiryapman. To'g'ri, как бы chiroyli joylari, borish mumkin bo'lgan joylari, boshqa haqida informatsiya juda ko'p. Lekin haqiqiy, realniy hayot qanaqa degan savolga javob topa olmaganman-da. Timashora shahrida bo'lganman. Yerda ancha-muncha muddat turdim, yashadim, yerda o'rgandim, partnyorlar bilan yerdagi ko'rishdik, boshqa qildik. Siz aytgandek, borishimdan avval bu davlatni tanlash kerakmi, yo'qmi degan savol bor edi men oldimda ham. Nima uchun tanlaganman? 2-3 ta faktorlar bor. Birinchi faktorimiz Yevrosoyuzga yaqinda kirgan davlat. Ya'ni vizaviy rejimi qolgan davlatlarga nisbatan osonroq. Va bizda eng zo'ri bizda posolstvosi bor. Ya'ni posolstvosi orqali uchrat kam. Yevrosoyuzga dostupingiz oson. Schengen viza beryapti. Schengen viza beryapti. Ikkinchidan, talabalar uchun juda yaxshi shans.
bu Yevropaga siz aytgandek kirib olishlik uchun, ya'ni keyingi devorlarni ochishlik uchun, eshiklarni ochishlik uchun birinchi eshikni ochishimiz juda oson bo'ladi. Xo'p, birinchidan harakat qildik Amerikaga. Siz aytgandek Angliyaga, qiyin davlatlar bor, o'sha anaqa vizalar olish kerak bo'lgan. Kerak bo'lsa, masalan, Schengen ham talabalar uchun qiyin bo'lishi mumkin. Chunki ishlash joyi yo'q, borishiga, yana qaytib kelishiga ishonmaydi, boshqa. Keyin men aytdim, значит, Ruminiyani tanlasak, bolalar bemalol birinchi eshikni ocha oladi. Birinchi qadam oson bo'ladi Yevropaga. Va tanlab noto'g'ri ish qilmagan ekanmiz. Bu как бы siyosiy jihatdan oladigan bo'lsak, diplomatiya jihatdan oladigan bo'lsak yoki bolalarni o'sha Yevropaga kirgizish masalasini o'ylagan bo'lsak, bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor pul jihatdan. Pul jihatdan hozir siz aytgan narsa. Yevropa ham Yevrosoyuzni ichida, Yevropa ittifoqining ichida rivojlanayotganda, bizni o'zbek bolalar borib bozorni zo'r egallash mumkin bo'lgan davlat. Bording, ko'rding, siz aytgandek. Hali hamma ishlar qilinmagan. Ko'p muammolar yechilmagan. Muammo juda ham ko'p. Ya'ni kirish, ya'ni market gap deydi-ku, bozorda bo'shliq bor. Va biz kira olamiz. Biznesmen sifatida boshqa. Men o'zim masalan Yaponiyadan badlar olib kelib, badlar distributsiyasidan shug'ullanaman. Ruminiyaga shu taklif bo'yicha chiqqanimda brendni olish masalasi bo'yicha sразу taklif berishdi. Bizda bu postbiotiklar yo'q. Bu postbiotiklar yo'q, olib kelinglar. Biz olib kiraylik, ishlatinglar Yevropaga. Men aytdim, yo'q, biz distributsiyani Germaniyaga berganmiz. Germaniya butun Yevropaga olib kirasa, ular ham xafa bo'lyapti. Nimaga Germaniya? Nimaga Ruminiya emas deyapti. Ya'ni bozor bor. Biz kirib egallab olishimiz mumkin bo'lgan bozor. Ertadan olib kelishimiz mumkin bo'lgan ko'p narsa bor. IT sohasida o'qiyotganlarga, ya'ni sizni talabalaringizga aytmoqchi edim. Ruminiyada Cluj degan shahri bor. U bizda IT park bo'lsa, u IT shahar. Borgan bolaga u qaysi yo'nalishdagi bola bo'lishidan qat'iy nazar shu shaharga borishlikni taklif qilardim. U yerdagi уровень yashash Buxarestdan ancha yuqori. Odamlarning saviyasi haqiqiy Silicon Valleyda ikkinchi kopiyasini o'sha yerda ko'rish mumkin. Ya'ni Amerikaga borib o'sha shaharni ko'rmoqchi bo'lganlar o'sha yerga borib bir marta как бы mini deydi-ku, mini anaqalari o'sha joyini ko'rib kelsa bo'ladi. Bu birdan balanddorga osilgandan ko'ra kichkinaroq dor, keyin kattaroq, keyin kattaroq. Silicon Valleyga masalan sizga ham menga ham hozir masalan kirish dostupniy bo'lmasligi mumkin. Chunki to'g'ri, tanish bilishimiz mumkin, borib aylanib ko'rishimiz mumkin, lekin yerda yashab ichiga kira olmaymiz. Tushunishimiz qiyin bo'ladi, lekin talabalarga shunaqa shans bor, o'sha shaharga borsin deyman. Men o'tgan yil ham borgan bolalarimizni oxirida adashmasam 17 tami anaqa talabalarimizga o'zimiz mini baslar tashkil qilib berdik, boshqa qilib berdik. Butun Yevropa bo'yicha aylanib qaytishdi oxirida. Zo'r. O'shanda punktni men adashgan ekanman, ya'ni esimdan chiqib qolgan. Cluj shahridan boshlash kerak degan masalan. Bu yil niyatim bor, Cluj shahridan boshlaymiz. Bu yog'i o'sha eng ya'ni Nordik davlatlarga borib, boshqa bir hammasini aylantirib kelamiz degan bir niyatimiz bor. O'sha joyga biz ham qo'shilamiz. O'sha jumladan endi aytmoqchimiz, sizlarga taklif qilamiz. O'qituvchilarimiz, ota-onalarimiz birga borib ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, birgalikda bora olamiz. Men o'zim vaqt ajrataman, xudo xohlasa birga boramiz. Endi mana shu jarayonlarning hammasini gaplashdikda, Ibrohim aka, skamlar haqida, noto'g'ri jarayonlar, ya'ni ko'p agentstvalar yoki kompaniyalar qilayotgan noto'g'ri ishlar haqida qisqacha tajribangiz bo'lsa bir aytsangiz yoki siz o'zingiz bunga qarashlaringiz qanaqa? Soqqali joyda hamisha skam bo'ladi. Skam degani nima bu? Firibgarlik. Mana shu chet elga chiqish temasida O'zbekiston endi aksariyat aholisi chet elga chiqib keladi va aylanma yo'llarni qidiraveradi. Mana sizga ham hozir aytibdi, kelyapti, pul taklif qilyapti, ingliz tilini o'qimasdan work and travel ketishga. Shunday. To'g'rimi? Shunday. O'qimaslik uchun pul to'lashga tayyor bo'lgan faqat o'zbek xalqi bo'lsa kerak dunyoda. Hamma o'qishga pul to'lasa, biz o'qimaslik uchun pul to'laymiz-da. U o'sha fenomen desa ham bo'ladi. Mana shunaqa qisqa pulli yo'llarni qidirib yurgan bolalar ko'p. Menda ham shu Yaponiyaga keladi, aka o'qimasdan ketsam bo'ladimi deydi. Men yo'q deyman. Keyin boradi, kimdir ha deydi. Viza ola olmaydi. Keyin yana keladi. Iloji bor, yo'q deyman. Keyin yana boshqasiga boradi. Aldanib yuraveradi. Shunday. 10 ming, 15 ming pul xarajat qilganlar bor. Amerikaga вообще 100 minglab pullar xarajat qilgan odamlar bor. Ketaman debdi. Uzoq yo'lni taklif qilsangiz, mashaqqatli yo'lni taklif qilsangiz, yo'q deydi. Ana erinadi, boshqa qiladi. Qiyin ekani bu deydi, uzoq ekani bu deydi. Menga tezroq kerak deydi. Miyani ishlatishni xohlamaydi. Miyani ishlatishni xohlamaydi, sabrni ishlatishni xohlamaydi. Shunday. Shuning uchun agar 3 oyda seni Yevropaga jo'nataman, mana shuncha falon pul ber
deydigan takliflar bo'lsa, ma'lum firibgarlikka yaqin bu narsa. Odatda qanaqa taklif to'g'ri? Birinchidan oldin tajribasi borini tekshiring. Shunday. Elementarni vizalarni tekshiring, 4-5 ta klienti bilan gaplashing. Любой tashkilotni. 4-5 ta klienti bilan, живой klienti bilan gaplashish kerak. O'zi davolnimisiz, hammasi yaxshimi, pullari vaqtida berildi, vaqtida ishlar qilindimi, yo'qmi? Sizlarni ham, например, o'sha talabalaringiz bilan, bir ikkitasi bilan gaplashgandan keyin sizlarga ishonch hosil qildirdik. Bo'ldi. Rahmat. Undan oldin men hech kimga ishonmayman. Bolalarga maslahat beraman, даже menga ishonmang. Просто mana bu yoqqa kelasiz-ku, agentstvoga. Bir ikkita klientlarni o'ziz gaplashib ko'ring, ota-onasi bilan, bolani o'zi bilan gaplashib ko'ring. Birinchisi. Ikkinchisi, sizlar bilan kelishdik, mana shu talabalarimizga asosiy pulni faqat dokumentlar kelgandan keyin berishni. Shunday. Ya'ni job offer. Aslida bu yerda firibgarlik odamlar tomonidan ko'proq bo'ladi. Men endi Yaponiyaga bola jo'nataman bilaman-da, bolalardan oldindan pulni olmasangiz agar, dokumenti kelgandan keyin qidirib yuraverasiz uni-da. Ertaga partnyorlar oldida xijolat bo'lasiz. Bu paytda endi universitet sal o'rtada turib, bola bilan agentство o'rtasida turib, mana shu yordam sal berishga biz berdik faktiski. Davay dedik, sizlar $1000 keyin so'ranglar dedim. Men sizlar ham rozi bo'ldingiz, rahmat. Bolalarga ham aytdim, xudo xolasa dokumenting aniq bo'lgandan keyin pulni to'laysan dedim. Ularga ham ko'ngli xotirjamroq. Mana shu yerda sal hozir rol o'ynadik. Lekin в целом maslahatim ko'chadagi odamlarga birinchidan o'sha o'rganinglar, klientlari bilan kelishinglar, gaplashinglar, dokumentlarini tekshiringlar. Hamma pul oldi berdisi qog'oz qalam bilan, kontrakt bilan, rasmiy bank orqali, hech qachon naqd qo'l hech kimga hech nima bermanglar. Shunday. Naqd so'rasa o'zi mashining. To'g'ri. Naqd so'rasa mashining. To'g'ri. Endi keyin uchinchisi, imkon qadar o'sha dokument tayyor bo'lguncha pulni hammasini emas, bir qismini xatab bering. Hammasini bersangiz agar mashinasiga uchrab qolish ehtimoli bor. Ofisiga e'tibor beringlar. Yaxshi ofisda o'tirgan kompaniya, значит, yaxshi pul topyapti. Yaxshi pul topyaptimi, значит, u ishini biladi. Xatabida bunga ham e'tibor berish kerak. Shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni 100% mashinniklardan hech kim himoya olmaydi sizni. Lekin odatda mana shu bir ikkita filtrdan o'tkazsangiz agar, katta ehtimol bilan o'sha filtrda o'zida to'kilib ketadi mashinniklar. Ko'p o'sha filtrdan o'ta olmaydi. Ko'pini ofisi yo'q. Uydan mana Yaponiyaga jo'natadigan qancha odam bilaman. Uydan dokument qabul qiladi, pul oladi, jo'natmoqchi bo'ladi. Biri o'xshaydi, biri o'xshamaydi. Keyin hamma bir-birini ketidan yozuv, chizuv qilib yuraveradi, qidirib. Afsuski shunaqa holatlar ko'p. Shuning uchun do'stlar, o'sha dokumentlarga tekshiramiz, oldingi tajribasini tekshiramiz, klientlar bilan gaplashamiz, отзыв olamiz, ya'ni feedback olamiz. Uchinchisi, pulni hammasini dokument tayyor bo'lmaguncha bermaymiz. Mana shu bilan ozgina kontrol qilsa bo'ladi, lekin 100% garantiya hech kimda yo'q. Hayotda ozgina bunday tavakkul qilishni ham o'rganishlaringiz kerak. Agar faqat eng xavfsiz yo'lni qidirsangiz agar, bu xavfsiz yo'lni hamma qidiradi va u yerda ochiribda turasiz. Bu xavfsiz yo'lni ishlatish uchun. Shuning uchun ozgina bu yerda summalar katta emas. $1000 O'zbekistonda hozir bir o'rtacha oylik oladigan odamni bir 3-4 oylik oyligida. В принципе, yo'qotsa unaqa katta tragediya emas. Ya'ni uy pulini yo'qotgandek bo'lmaydi. Shuning uchun приемлемый summa harakat qilib ko'rsa bo'ladi deb o'ylayman. Даже o'xshamasa ham katta talofatga uchramaydi. Uy buzilib ketmaydi-da, demoqchiman. Shuning uchun hamma tomonlama tekshiringlar-u, oxir oqibatda ozgina risk qilishga ham tayyor bo'linglar baribir. Busiz bo'lmaydi. Shunday. Elementar sizlarni ham, например, bilmaysiz, ertaga Ruminiya yopib ketsa-chi bizga, O'zbekistonga yopsa-chi vizani-da. Bunaqa bo'lishi mumkin. Bunaqa narsalardan qo'rqib 30 yil yurmasdan yurgandan ko'ra ozgina riskovat qilgan arziydi deb o'ylayman. Shunday. Endi qo'shimcha ravishda Ibrohim aka shu sohada yurgan inson sifatida yana bir ikkita qo'shimchalar aytmoqchi edim. Ya'ni mana shu siz aytgan hamma narsalarni tekshirishni bazasi o'zingiz aytganingizdek til. Ya'ni tilni o'rganinglar, bilinglar. Til bilsanglar, hozir 21-asr.
ochib bo'lmaydigan partnyoringizni ham tekshirsa bo'ladi. Ha, ochib bo'lmaydigan sekretni o'zi yo'q. Shunaqa, Ya'ni ha. biz qaysi kompaniyalar bilan ishlayapmiz, qaysi kompaniyalar bilan do'g'urimiz bor. Borgandan keyin bola qaysi HR bilan gaplashishligigacha bo'lgan haligi holatlarda bemalol topib olish mumkin. Ya'ni hozir do'stlik ochiq, biz ishlayotgan, biz jo'natayotgan rezortlar, biz jo'natayotgan do'g'ur qilgan kompaniyalar hammasiga telefon qilsa bo'ladi. Telefon qilib, haqiqatan O'zbekistonda US Travel bilan ishlaysanmi? Zo'r. deb so'raladigan davrdamiz. Ya'ni hozir siz aytganingizdek hammasini tekshirsa bo'ladi. Zo'r. Tim bo'li hozir IT davri. Har aytaylik bitta bolani har 4-o'rtog'i hozir aytishlikda. Bu narsani bemalol ochib, tekshirib olishinglar mumkin. Bu birinchi masala. Buni qilish ham kerak. Ha, bu обязательно qilish kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Ikkinchi, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan kompaniyalar, u yoqdagi partnyor kompaniyalar, bular bilan suhbatdan o'tmaguncha, ya'ni siz bilan kelishganimizdek, qo'liga job offer, ya'ni borganda qayerga boradi? Qanaqa pozitsiyaga boradi? Necha pullik aytaylik ishga ketyapti? Qanaqa kiyim kiyishligi-yu, qanaqa kiyim kiymasligi, nima qilish kerak-yu, nima qilish kerak emasligi. Bular hammasi job offerda yoziladi. Job offerni olishdan bitta oldingi etap bu intervyu etapi. Aytaylik, qaysidir kompaniya sizni ishga jo'natyapti-yu, intervyu qilmayapti. Ya'ni siz borayotgan joyingizdagi HR bilan intervyu bo'lmayapti. Bu qay darajada ishonchli? Bu savolni oldin qo'yish kerak. Va iltimos qilardim, bu narsalarni ochishlik uchun hozir O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan, chet elda faoliyat ko'rsatayotgan agentstvalar bor, posolstvalar bor. Bularga hozir dostupimiz ancha ochiq. Ya'ni oldin masalan aytaylik O'zbekistonda Ruminiyadagi posolstvasiga chiqish imkoni bo'lmagan bo'lsa, hozir bitta zvonok bilan chiqasiz. Chunki hozir davr shunday, bemalol tekshirib olish mumkin. Tekshirsa bo'ladi. Undan tashqari biz yaqinda shu yoshlar ishlar agentligi qoshida VAYU degan bir organizatsiya bor. WAYU yuksalishmi? Shunga o'xshashroq, lekin ularda shunaqangi zo'r bir anaqa borki, usluga borki, kompaniyani talabalar uchun tekshirib beradi va talabalarni u yoqqa qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar. Bu shu prezidentimizni yuksak bir anaqasidan bir nima deydi, salohiyatga egaligidan bir yana bir nishona desang ham bo'ladi. Shu organizatsiyani tashkil qilgan Yoshlar ishlar agentligi hamma immigrantlarni, chet eldagi immigrantlarni haq-huquqlarini himoya qilib bera oladi. Har bitta davlatda bu organizatsiyani aytaylik yuristlari bor, buxgalterlari bor, boshqalar bor. Ya'ni oddiy yaqinda kecha ilgari kuni bir do'stim bilan gaplashib qoldim. Xorvatiyada 3 ta o'zbek bola Yevropada yashaygan bir do'stimga chiqqan, aka biz soliq sistemasini tushunmaganimiz uchun bizga deport berdi. Nima qilishimiz mumkin? U menga chiqyapti. Jasur, sen xabaring bor, nima qiling? Men aytdim, sirazi VAYUga chiqinglar yoki posolstvoga aloqaga chiqinglar. Birinchidan soliq sistemasini bilmasliging u seni aybing. U davlatning aybi emas. Chunki davlat har bitta insonning orqasidan haligi 24 soat yura olmaydi. Chunki bu davlat. Ikkinchidan xato bo'ldi. Mana senga davlatdan poddержка bor. O'sha organizatsiyaga o'sha bilan gaplash, senga o'sha posolstvoga yordam beradi, yerda yuristlari bor, xizmatni berasan, o'sha yerda qolishga imkoniyating bor. Ya'ni shu tomonlama ham tekshirishlari mumkin, har tomonlama va bu narsalarni talabalardan va ota-onalardan iltimos qilardik. Silkasini mana shu podkastning tagiga qo'yib qo'yamiz. Men o'zim ham ishlataman, chunki rostdan zo'r nima tashkilot ekan, bolalarga ham shuni targ'ib qilish kerak. Har xil hozir organizatsiyalar ko'payganda chet elni ochib berishdi-yu, u yaxshi bir tarafdan ochib bergani, oldin ashi yopiq edi. Lekin o'sha ochib bergani uchun muammolar ham ochilyapti-da bu yerga. O'shaning uchun bizadagi tashkilotlar nimadan qo'rqmaymiz, tekshiruvdan. Ba'zi tashkilotlar qo'rqadi. Shuning uchun o'sha qo'rqadigan tashkilotlardan uzoqroq yurish uchun shunaqa tekshiradigan kompaniyalar xizmatda bu Yoshlar ittifoqi ichida, to'g'rimi? Shunday. O'shalarning maslahatidan foydalanish kerak. Bepul teng-bo'ldi davlat qilib qo'ygan. Davlat. Shunaqa. Bir narsani shu momentda aytib ketmoqchi edim. Shu Nazokat degan qiz bilan Sirdaryoda tanishdik, shu VAYU bo'yicha. Ishlarimizni hali oxirigacha yetkiza olganimiz yo'q, oxirigacha yetkizish niyatimiz bor. Va talabalar va ota-onalarga shunga o'xshash etaplarni yaxshilab tekshirib olishligini qattiq iltimos qilardim va talab qilardim. Hozir juda ham ko'p kompaniyalar ochilib ketgan. Endi biz ko'cha tilida aytamiz, leasing kompaniyalar deb qo'yamiz. Muhojirlarni va ishchilarni olib borib oladida, vaholanki u kompaniya o'ziniki.
borib o'sha yerdan viza qilib o'sha kompaniyasiga olib borib oladi, lekin realniy ishi o'zi yo'q. Ishi yo'q. Realniy ishi bir gap bo'larga yo'g'i bir gap bo'ladi. Borgandan keyin yaqinda subyektivni ham chiqdi. O'sha Germaniyada yashaydigan bir akamiz aytayapti. Polshani aeroportigacha kelguncha $3000 gaplashishganda, aeroportga kelgandan keyin $3000 sanab olib turib, o'sha yerdan bo'ldi, bor nima qilsang qil, men vazifamni bajardim degan. Shular qanday luqmasini yutadi degan bir savolni ham berdi. Juda ajoyib anaqa chiqqan podkastni eshitardik. $3000 ga aeroportgacha rozi bo'lgan odam-ku. U yoqni o'ylamaysanmi? Shunday. Mana shu o'zbekchilikni bir mentalitetni bir salbiy tomonida bu. U yoq bir gap bo'lar. Shunday. Bir gap bo'larga ishonamiz. Yo'q. Fakt, ketayotgan joyingiz qayer? HRingiz kim bilan bog'lanasiz, qayerda ishlaysiz, necha pul oylik olasiz va u yerda sizni medstraxovkangiz bormi, yo'qmi? U yerda sizni kim zashita qiladi? Ertaga har qanday qonun buzilishlar bo'lib qolishi mumkin. Oddiy sog'liq sistemasini tushunmaslik. U paytda kim podдержка beradi? Kim sizni orqangizda turib turadi? U savollarga ham javoblarni to'liq olib keyin ketgan ma'qul deb tavsiya qilgan bo'lardim. To'g'ri. Mana shu notada endi nima qilamiz? Zritellarni ham vaqtini olmaymiz. Sizni ham ketishiga joyingiz bor, meni ham ketishga joyim bor. Shuning uchun do'stlar, bugungi suhbatimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Yana hali xudo xolasa agar kommentariyalarda savollar qoldirsangizga kelajakda yana suhbatlar qilamiz. Siz endi meni chaqirasizmi yo boshqa odamni chaqirasizmi, baribir biron xil bu suhbatlarni davom ettirish kerak. Meni fikrimcha work and travel temasini bir 10% ni yoritdik. Qolgan 90 hali qoldi. Xudo xolasa nasib bo'lsa, ishlaringizda omad, sizlarga, kompaniyalaringizga omad tilayman. Xudo xolasa meni niyatim, mana shu universitet talabamiz hozir 1000 ga yaqinlashdi. Hammasi ketishib tarafdorman. Work and travel zo'r opit, zo'r tajriba, hayotda o'zining yo'lini topishga zo'r yordam beradi. Va sizda qani надежный partnerlar bo'lsa, mana endi iltimos nima podvayt qilmanglar dedi-yu, zo'r qilib beringlar xudo xolasa. Men qolgan 900 ta studentimni ham sizga berayu, har yili yuzlab bolalarni o'sha Yevropaga olib boraylik, Germaniyaga olib boraylik, kerak bo'lsa Amerikaga olib boraylik-ku, dunyoni ko'rsataylik. Yoshlarimiz, O'zbekiston yoshlari o'sha dunyoga borib, birinchidan o'rgansin u dunyoni. Ozgina zabt qilib qaytib olib kelaversin O'zbekistonga. Shuni tarafdoriman. Xudo xolasa, qolib ketishni tarafdori emasman. Faqat qaytib kelsin, ona vatanini rivojlantirsin. Inshaalloh biron kun Shvetsariya, o'sha Markaziy Osiyoning Shvetsariyasida yashaydigan insonlar bo'lamiz degan umiddaman. Villa olib, tog'larda maza qilib, mana Shvetsariya ham qildik O'zbekistonni deb. Shunday. Xudo xolasa. Ibrohim aka, sizga ham katta rahmat. Avvalambor vaqtingizga, energiyangizga rozi bo'ling. Siz aytganingizdek, bu hali umumiy olganda bu work and travel demaymiz-ku, shu madaniy almashinuv programmalarida xudo xolasa boshlanishi va kelajakda yana sizni shunaqa bir suhbatlarga, ajoyib suhbatlarga chaqirib turamiz xudo xolasa. Inshaalloh. Katta rahmat. Sizga ham rahmat. Rozi bo'ling. Rozi bo'ling. Katta rahmat.